Bir mantiqiy savol bermoqchiman, javoblarni izohlarda kutib qolaman. Qiziqarli savol, ajoyib savol, nima deydi? Buni topish uchun matematik bo'lish shart emas. Shunchaki qiziqarli savol sifatida o'quvchilaringizga yoki oila a'zolaringizga ham berib ko'rishingiz mumkin. Savol mazmuni quyidagidan iborat. Bir do'konga xaridor keldi va do'kondan 20 mingga bosh kiyim sotib oldi. Va do'konchiga 50 ming pul berdi. Do'konchining sotuvchining maydasi yo'qligi tufayli ikkinchi do'konga bordidagining maydalab keldi va unga qaytimini berdi. Ya'ni 30 ming qaytim berdi. Shu bilan xaridor ketdi. Bosh kiyimni oldi, 30 ming qaytimni oldi, ketdi shu bilan. Oradan bir 2-3 soat o'tgandan keyin ikkinchi do'konchi keldidagini, "Do'stim, bergan puling qalbaki ekan" dedi. "Rostdanmi?" dedi. Qo'liga oldi, tekshirib ko'rdi, haqiqatan ham qalbaki. Boshqa hech kim foydalanmasin deb uni yirtib tashladi. Va kassasini ochdidagining haqiqiy 50 ming so'mlikni oldidagining ikkinchi do'konchiga berib yubordi. Shu bilan jarayon tugadi. Xo'sh, mana shu jarayonda birinchi do'kon egasi qancha zarar ko'rdi? Javoblaringizni kutib qolamiz.